Javohir, katta bo'lsang kim bo'lasan? Gayi xodim. Mahallaga kiraverishda o'zimiz kichkintoy YPX xodimi bor-ku. O'sha turardi. Cho'ta 2-3 kundan beri ko'rmayapti. Hozir sekin kiramiz. Agar shu yerda bo'lsa meni to'xtatadi u. Unga kichkina arzimasa ham sovg'a bor. O'shani sekin topshirib qo'yamiz. Bu ishda turibdi ekan odam o'zi. O, meni oldi. O'zingizni tanishtirib oling. Abdurahmonov. Abdurahmonov-da. Sizga kichkinagina sovg'a. Bo'ladimi? Bo'ladimi? Mana meni o'sha to'xtatgan kichkina YPX xodimi mashinani jarimaga olib boraman deyapti. Qayerga olib borayman sen? Chekkaga olaymi? Ha. Bo'ldi, chekkaga olaman. Do'stlar, hozir men mahallaga kirishimda men kichkintoy gaygani to'xtatdi mana. Ukamizga kichkina bo'lsa ham arzimagan sovg'ani topshirdim. Javohir, katta bo'lsang kim bo'lasan? Gayi xodim. Gay xodim bo'ladi. Xudo xolasa, yaxshi gay bo'lgan, xo'pmi? Qora olmaydigan gay bo'lgan. Молодец. Mahallada har bir chiqib ketayotgan odamga to'xtatib, hurmatli haydovchi. Sen hurmatli haydovchi. Xavfsizlik kamarini taqib oling degan, xo'pmi? Siz ham taqib oling. Bo'ldi, men ham taqib olaman. Rahmat. Kes. Oq yo'lmi? Ha. Peshto'ng. Молодец. Keyin meni to'xtatavermagin endi, xo'pmi? Meni tiqib qo'ymaysanmi? Подписчикlarga bitta rahmat deb qo'y. Rahmat Hammalaringga. hammalarga. Endi jiyancha bunda to'xtatadi, na? Молодец.